Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Keyingi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Nabzullohga beraman. Xudo xolasa albatta like va pastga bosishni unutmanglar. Kanalimizga yangi bo'lsanglar. Mana yangi Moki Svetga ishlarimiz tayyor bo'ldi. Qalin 08 dan bo'lgan. Mana laklar yangi grafik berganmiz. Ularni razmeriga kelsa 1.10 ga 220 razmerlarni. Bu oynalarni endi sabirli o'tamiz. Fond rezinkalari bor. Hamma yo'g'ida mana xudo xolasa shumkalar ichida bo'lgan. Korobkalar yog'och bo'lgan. Bu razmerdan ikkita 2 qanot, ikkita 1 qanot qilib berganmiz. Bir o'ngga bir chatga ochiladi, ichkariga ochiladi. Romlarni men tayyor bo'lyapti. Bunimizga kvadratini 750 mingdan qilib berdik. Xudo xolasa unaqa eshik romlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldiramiz. Telegram WhatsAppdan ishlayapti. Razmerlar bo'lsa bemalol Telegramda yozsanglar stokyorlar qilib beramiz. Sizlar xohlagan ranglarda bor, xohlagan dizaynlarimiz bor. Bundan tashqari akfadanmi, yog'ochdanmi, qanaqa xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni xudo xolasa kelishilgan holatda qilib o'rnatib uстановка dastavkalarni ichida qilib beramiz. Biz manzilimiz Shardongida, Andijon viloyati Bulovoch tumanida o'zida. Viloyatlarga dastavkalar ichida bo'ladi. Uzoq joylarga o'zi kelishilgan holatda o'rnatib beriladi, albatta. Yo'q, eshikdan qidirayotgan yaqinlaringiz bo'lsa, albatta polyester qilib qo'ysangiz, siz orqali kimgadir xizmatimiz tekkan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Ko'rishinglar mumkin. Zamonlar ham xudo xolasa, moshlarni ham to'rttadan qo'yib beramiz. Zamonlar ham mana xudo xizmat qiladigan zamonlar qo'yib qo'ygan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.